Ko'rishguncha endi oxiratgacha, xalq seni ortingdan yig'ladi. Hurmatli mehmonlar, tashrif buyurganingizdan minnatdormiz. Bugun 9-may xotira va qadrlash bayrami munosabati bilan shu Forma Farog'at, Bekmatov Vali, G'ofur Yusuf, Umar Isroil. Ular bizga nafaqat saboq, balki sabr, halollik va mehnatsevarlik kabi hayotiy darslarni ham o'rgatgan edilar. Yo'llaklarini oq qilsin, darmonlarga o'zi shifolar bersin. Farzandlarimizni o'zini qanoatlar qilsin. Nimaiki niyatlar qilganmiz, Alloh niyatlarini bilsin. Hamma vaqt masalalarimizdan azoblanib diramiz. Bugun mana shu yorug' kunlarga yetib kelolmagan aziz insonlarni yod etamiz. Ularning xotirasi pok ruhlari oldida ta'zim qilamiz. Bu so'nmas jasorat biz uchun mardlik maktabi. Bugungi ozod va erkin hayot uchun, farzandlarimizning baxti va kamoli uchun biz ularning oldida cheksiz qarzdormiz. Bu aziz insonlarni asrab-avaylash, ularni sog' salomat va mazmunli umr kechirishlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berish hammamizning muqaddas insoniy burchimizdir. Doimo hayotimizga fayz berib, el yurtimiz ardog'ida bo'lib yurishingizni Yaratgandan so'rayman. Baxtimizga hamisha omon bo'ling. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan hamda sportga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida tashkil etilgan maktab birinchiligi sport musobaqasida faxrlar 3-o'rinni egallaganligi uchun 8-sinf yigitlari tashakkurnoma bilan